Assalomu alaykum. Men Mahmudov Behruz, davlat o'g'li. 1994-yil tug'ilganman. Hozirgi kunda shu taxta mahsulotlari bilan shug'ullanib, Rossiyadan olib kelib shug'ullanamiz. Savdoga biza. Asli Buxorolikman. 17-18 yosh edi, adashmasam, kelgan vaqtimiz. Shu kelganimiz sababi aslida bizani Nalogoviy kollejda o'qiganmiz, paxta terishga olib ketishgan. Kollejdan paxta terishga olib ketishardi oldinlari. Hozir yo'q u narsa. Olib ketishgan, shamollab qo'yganman. Pochkam shamollab qolib, Toshkentga doktorga kelganman. Qarindoshlar olib kelishgan, doktorga kelganman. Shun bilan bu yerda davolanib, keyin kollejga ham bormay qo'yib, bu yerda endi o'zimiz sharoit yaxshi bo'lmagan, bu yerda sekin nimadirlarni boshlayman deb plan qilganman. Qaysi biznesni boshlaydi, bosh qotib yurgan, boshqa bo'lgan. Keyin sekin shu taxta bozorda Nazarbekda mana bu pochcham ishlardilar. Oldilarida kelib yurib, keyin to'g'ri kelsa o'sha ofislariga, siklatlariga bir yoniga bir xaladellik qo'yib bo'ladi-yu, mana taxtachilar bo'ladi, klientlar bo'ladi, rabochilar bo'ladi, har xil odam bo'ladi. Shularga kola, pola, marojniy, tam shunaqa narsalar sotib 1-2 yil. Keyin ularning qo'llariga shogird bo'lib, taxta sanaganimga har bitta vagonida endi o'sha payt eslolmayman, bir 50 ming so'm atrofida berardilar. Shunaqa qilib o'rganib taxtani ichiga kirib ketganmiz. Endi qiyinchiliklari bo'lgan, albatta hamma narsani. Endi qiyinchilik ham deb bo'lmaydi. Chunki shogird bo'lganmiz, aytganimdek taxta sanab boshqa qilib pul yig'ib, o'sha payt yig'ilganda uylanmaganmiz, oila bo'lmagan, boshqa bo'lmagan. Endi uydagilarga yordam berib turganmiz. Keyin o'sha qarindoshlar yordam berishgan. "Men o'zingni ozgina ko'tarib ol" deb 4 so'm, 5 so'm investitsiya qilishgan ko'pchiligi. Masalan, 4-5 kishi bo'lib. Masalan, pochcham bo'lganlar, amakim bo'lgan, akamlar bo'lgan, Buxoroning o'zida. Ular masalan qo'lidan kelgancha, endi hozir aytolmayman qancha, 4 mingmi, 5 mingmi dollar misol. Qo'lidan kelgancha hamma yordam qilgan. Shunda sekin Rossiyadan, o'sha Rossiya shahri Moskva Belyar degan joydan, Tomskiy Belyardan bitta vagon olib kelganmiz. Где-то 20-25 ming dollar bo'ladi u. Sekin o'zimga xususiy bo'lib olib kelganmiz. O'shandan boshlangan. Bitta vagonimiz endi 3-4 oyda 2 ta bo'lgan. Endi bu где-то 18-19 yoshimni gapi. Shunaqa vaqtlarda shunaqa ish bo'lgan. Shu endi bu kungacha ham kelib, ana normalniy hammasi, ob'yomimiz ham bor. Hammasi joyida. Rossiyadan taxta olib kelishda birinchi navbatda bu yerda firmangiz bo'lishi kerak. Bu yerda firmangiz bo'lishi kerak. Ikki taraflama firma dogovor qilib olasiz. Ofitsialniy dogovor. Keyin shotizga pul qo'yib, masalan, o'sha ularning kontrakt bo'yicha bir kuba taxtani necha pul beradi. O'shanga pul ko'chirasiz. Shu keyin bu yoqqa keladi, bu yerda endisi bor, rastamoshkasi bor, to'lab rastamoshka qilib tushirib olasiz yoki klientga sotasiz. Sistemasi shu unaqa og'ir emas, kimgadir og'ir tuyulishi mumkin. Keyin shu bilan qiziqib akamlar ham bu narsaga qiziqib ketishgan. Ularning endi ko'proq nima desam, mablag'i bo'lgan, menga ham yordam bo'lgan, ham sherikchilik tariqasiga kirishgan bizning ishga. Kirishganda hozirgi kunga masalan 2 ta akam bor Rossiyada. O'shalar jo'natadi, o'sha yerda yashaydi. O'shadan bizga jo'natadi, biz bu yerdan sotamiz. Birga sherikchilikda ishlaymiz. Kamida 10 yil bo'lyapti bu narsaga. Men o'ylaymanki, bu ma'lumotlar, bu masalan hayotim sizlarga qiziq bo'ladi deb o'ylayman, kerak bo'ladi deb o'ylayman. Sizga ham, o'sha kursdoshlaringizga ham, studentlarga ham omad tilayman. Shu hayotda adashmasliklaringizni xohlayman. To'g'ri yo'nalishga yuringlar. Intervyu uchun rahmat hammalaringizga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.